Mana bugungi ayyomimiz Navro'z bayrami, ya'ni yangilanish, pokranish va uyg'onish bayrami bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, o'qish va ishlaringizga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Asrlarni munavvar qilgan bu bayram sharq xalqlarini mushtarak ijodi. Navro'z qadimiy zamonlardan bizlarga yetib kelgan muhtasham qadriyatlarimizdan biri. Bayramlar bayramdir. Navro'z Jamshid Podshoh kuni taxtga o'tirgan kundir. Aytishlaricha bu o'ziga javoblar bilan bezatilgan boshini kiyib, bol qamarga taxtga o'tiribdi. Shu payt yosh chiqib oftobning sari qo'llari Jamshid Podshohning To'yni taxtini yoritdi. Atrof o'g'illar xabar kulib ketdi. Jamshid taxtga o'tirgan kuni Navro'z, ya'ni yangi kun deb bayram qilishgan ekan. Keldi Navro'z navbahor, ochildi gul lolador. Har shoxida bulbullar nola qilar zo'r-zo'r. Navro'z gul rango'rang, rangi bahorimga salom. O'z ko'zining zavqari Go'sh bahoriga eski yil ketdi, yangi yil keldi. Doshqozonlar tizilsin, sumalaklar suzilsin. Bug'doy pishib osh bo'lsin, yeganingiz osh bo'lsin. El yurtimiz bog' bo'lsin, rizq-ro'zimiz pok bo'lsin. Hammalaringizga sog' salomatlik. Mana hozir bizning maktabimiz o'quvchilari dastur tayyorlagan. Hozir hammalaringizni bu dasturga ko'rishga taklif etamiz. Hozir navbatni maktabimiz direktori O'rtoq Shomurodov o'quvchilarni o'z bayram bilan, o'z tabriklari bilan tabriklab bermoqchilar. Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar, hurmatli mehmonlar, aziz o'quvchilar. Mana yurtimiz bayramlarga, to'ylarga juda boy ekan. Shunaqa bayramlardan, to'ylardan bittasi bugun mana maktabimizda o'tmoqda. Albatta hozir ta'kidlab o'tilganidek, Navro'zi olam. Navro'z bu yangilanish, Navro'z bu yil boshi, Navro'z bu dehqonchiligimizning boshlanishi. Yangi kun, yangi yil demakdir. Albatta mana shu yangi kun, yangi yillarni, yaxshi kunlarni o'tkazishimiz uchun insonga birinchi navbatda tinchlik, sog'lik, keyin qolaversa mana shunday ochiq dasturxon kerak. Shu bois o'z nomimdan, maktab rahbarligi nomidan barcha o'quvchilarni, o'qituvchilarni mana shunday yangi kun, ajoyib kun bilan muborakbod etaman. Mana shu o'quvchilarimiz, mehmonlarimiz, do'stlarimiz doim mana shunaqa yaxshi kunlarni ko'proq ko'rsin. O'zbekistonimizda osmoni bundan ham musaffo bo'lsin, to'ylar ko'p bo'lsin. Mana bugun davramizga yaxshi san'atkor ukalarimiz tashrif buyurgan. Ko'pchilik nomidan bu ukalarimizni ham ijodiy ishlarida kattadan katta parvozlar tilayman. Mana shu bugungi ochiq dasturxonimizni, Navro'z ayyomimizni ochiq deb e'lon qilaman hamda barcha o'quvchilardan, o'qituvchilardan tartib intizomni saqlab qolishini iltimos qilaman, talab qilaman. Mana shu bayramimiz bugun ochiq. Yana bir karra hammalaringizni muborakbod etaman. Bayramni yaxshi kayfiyatda, sog'lom avlod yilida chiroyli qilib o'tkazishga hamma o'zini hissasini qo'shishi kerak. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Sindi qish to'qigan muz-muzli qafas, mana yana qushlar chug'urlab qoldi. Ona nigohiday muloyim nafas zamin va osmonni bag'riga oldi. Qirlarga yam-yashil gilam yoyildi. Bodom shoxida jimirlar hayot, musaffo samoga termilib asta, qaldirg'och boshlaydi silkinib qanot. Bahorim iforlar Navro'z olib kel. Hur elga totuvlik
yurakka sevinch, aytarga eng totli bir so'z olib kel. Ey ilm ko'rganing quvonching qutlug', har satrda to'yingga to'yona bo'lsin. Bag'ring gul chechaklar ko'plikka to'lsin. Baxtingni kuylashga asholarim ko'p, har safar to'yingga to'yona bo'lsin. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Hamda o'quvchi yoshlar. Biz sizlarni ulug' ayyom, Navro'z bayrami bilan muborakbod etamiz. sizlarni hamisha bahoriy kayfiyat tark etmasin. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Bahor keldi gul bilan, shoxida bulbul bilan, tabriklaymiz biz sizni Navro'zi olam bilan. Dimoqqa yalpizlar nafas chechaklar muattar hidlarga to'lar, bir suluv kelinchak salonga kelar. Ostonangga bosh ur aziz mehmonim, Navro'zing muborak O'zbekistonim. Endi davramizning ko'rki bo'lmish Bahoroyni taklif etamiz. Marhamat Bahoroy, davramiz sizga muntazir. Yumshoq yerdan yumalab, tong nuriga cho'milib, kulib chiqar boychechak, olqishlarga ko'milib. Boychechak chiqibdi bugun Navro'z ekan, hamma bir-biriga jigarso'z ekan, olam ham barobar kecha kunduz ekan. Boychechak chiqibdi bugun Navro'z ekan. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda mehribon ustozlar. Men bahor elchisi Boychechak bo'laman. Sizlarni bahor bayrami Navro'z olam bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusidagi ishlaringizga ulkan zafarlar tilab qolaman. Bu yurt o'g'lonlarin mehri butundir. Qizlarin yuzlari yal-yal gulgundir. O'tdi qalblar ishonch yurtga ustundir. Xush ketsin Navro'zim dillarga hamdam. Bizning quvonchlardan quvonsin olam. Keldi Navro'z navbahor, ochildi
ovozda Yayra O'zbekiston qo'shig'ini tinglaymiz. Ikkovlaringiz gapirasiz, ham shuni qushlar tabriklaysiz. O'tiriyor, yeb o'tiriyor-da. Hurmatli o'quvchilar, sizlarni Navro'z bayramlaring bilan tabriklayman. Yanagi yillarda ham o'ynab kulib sog' salomat yuringlar. O'qishlaringga omadlar tilayman. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, mana bizning birinchi sinfimiz bugun Navro'z bayramiga atalgan darsatun va kichkinagina dastur tayyorlagan. Men bularga uzoq umr, baxt, saodat o'qishlariga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Qan Nasiba tabriknomani endi aytchi. Assalomu alaykum hurmatli va aziz ustozlar, bilimga chanqoq o'quvchilar. Mana biz orziqib sog'inib kutgan fasllar kelinchagi bahor ham kirib keldi. Navro'z bayramining nishonlamoqdamiz. Shu sababli bizning birinchi A sinf
Assalomu alaykum aziz ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Sizlarni 21-mart Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Doimo baxtimizda sog' bo'lingizlar. Aziz o'quvchilar, men ham sizlarni 21-mart Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Hamisha o'qishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Voy chechak chiqibdi bugun Navro'z ekan, hamma bir-biridan jigar tuz ekan, olam ham barobar kecha kunduz ekan. Voy chechak chiqibdi bugun Navro'z ekan. Men lolaman, lolaman, yoqutdan piyolaman, zumraddir yaproqlarim, oltindan tuproqlarim. Tugmacha gul boychichak, qizil pishdi gul pichak, oq nastaring gul ayri bog'da o'sadi bari. Qizlarni Chaman bilan burkanib vatan, shodliklarga to'ldi har bir tan. Navro'z bilan keladi shodlik, Navro'z bilan elda obodlik. Navro'z kelsa yashnaydi tog'lar, Navro'z kelsa kelgancha gullaydi bog'lar. Navro'z kelsa dalalarda ariqlarda suv, Navro'z kelsa dalada suruv, Navro'z kelsa hamma yorida sunitirar barcha kami ko'z. Navro'z kelsa sumarman valak, ikki qo'lab tutar sumalak. Ne'matlarga to'la dasturxon, ko'z oldida unga har urush kabi istar dilni maqulga so'zlatar. Ko'k tamsadan quvonadi ko'z, kishi barakat topolmaydi so'z. Ko'katlardan qilingan arvon, ne'matlarga topolmay bayon. Bir tomonda nayning navosi, bir tomonda kornay sadosi, bir tomonda yangrab cho'rmanda ovoziga qiladi bandi. Voy chechak chiqibdi bugun Navro'z ekan, olam ham barobar bir kecha kunduz ekan. Oy dehqon bobo dalangga bersin baraka, oy cho'pon bobo qo'rangga bersin baraka, hoy bog'bon bobo holingga bersin baraka. Yangi yilingiz muborak bo'lsin hoy momo. Voy chechak chiqibdi bugun Navro'z ekan. Mana ikkinchi sinf nima qildi? Navro'z bayramiga kichik dastur tayyorlagan ekan. Navro'z bayramiga bularga sog'lik, o'qishlarida omadlar tilaymiz.
bor yor yor, belanchakning boshida kelinchak bor yor yor. Hozir hamma sinflar e'tiboriga mana bu yerga o'tirgan ayol ma'lumlarimiz, bu yerga o'tirgan ma'lumlarimiz juri hay'ati hisoblanadi. Hozir dasturxonlarda devoriy gazetalar, formalar, tartib intizom hammasini hisobga olib baho qo'yib chiqishadi. Keyin dasturimiz oxirida e'lon qilib rahbarlantirish bo'ladi. Hozir navbat O'zbek xalqi avvaldan odatlari juda yo'l bo'lib, ularga amal qilishadi. Hozir 8-sinf o'quvchilari Navro'z rasmlari haqida Navro'z kuni ota-onalar yaqin kishilari bilan diydorlashganlar. Orasidan gap qochgan odamlarni, urushgan er-xotinlarni, er-og'alarni Navro'z kuni yarashtirib qo'yishadilar. Navruzda atrof muhit orastalanadi, ariq zovurlar tozalanadi, hovli bog'lar tartibga keltiriladi. Navruz dasturxoniga 7 xil daraxt shoxidan namunalar keltirib qo'yiladi. Ulardan majnuntol, zaytun, behi, anor, bodom, pista va yong'oqdir. Shular qatorida qatiq, sut, pishloq, tuxum, baliq va yonib turgan sham ham qo'yiladi. Navruz kuni podsholar yosh yalanglarga osh bergan, el ichidagi eng munosib kishilarni taqdirlagan, bandalarning gunohidan kechishgan, urushlar to'xtatilgan, odamlar bir gunohlardan kechishgan. Navruz kuni qush oshi pishirilgan, qush omochlar tozlanib, ho'kizlarning shoxlari moylanadi. Navruz kuni bo'y yetgan qizlar bir joyga to'planishib, chiroyli gulchambarlar yasashadi. Uloqdan ko'zalarga suv olib kelib, ichiga uzuk, sirg'a, tenga tashlashgan. Keyin qo'shiq, raparlar ostida suvdan chiqarib olingan nishonalar baxt ramzi hisoblangan. Sumalak ko'pchilik bo'lib tayyorlanadi. Qishdan eson omon chiqib oldik deb, xonadonlardan bir kosadan bug'doy yig'ib olinadi. Aytishlaricha bir qozonda sumalak yegan odamlar bir-biriga qarindoshday bo'lib qolishar ekan. Aytishlaricha haftada bir marta yaxshilab hordiq chiqarib, oyda bir marta hammomga tushib, yilda bir marta sumalakka to'ygan odam kasal bo'lmas emish. Sumalak Bibi Fotimaning oshini. Bibi Fotima sumalak pishirayotganda boshqa osh bo'lib turardi. Agar tosh mahali u sumalakni 5 barmog'ini ursa, Navruz taomi yog'iga pishmaydi deb Qo'llayotgan momolarni uyqu ilitib, ular ketgan paytlarda osmon va falakdan uchib kelgan maloyiklar qozonga tuz tashlab ketishar emish. Sumalakda tuz solmaslikning boisi ham shunda ekan. Sumalak pishiradigan kuni hamma yangi kiyim kiygan, yangi kiyim tikib kiyolmagan kishilar jimjilog'iga toza mato bo'lagini bog'lab qo'ysa ham savobga o'tar deydilar. Halinchak ho halinchak, uchavergin kelinchak, ko'zga surma yarashar, qush chechakda qush chechak.
qatnashmovchilar esa marhamat davramiz keyin. Endi yana navbatni qo'shiqqa bersak, Rahim va Nargiza ijrosida hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'ini tinglaysiz. I
Da qarang. Azvey shunaqamikani ko'rasiz.
qirlar bag'rida kutib. Endi navbatni yana laparlarga beramiz. Thank you.
haftamizning 7-7 sinf yigitlari sinashadi. Bu kurashimizda o'zi 7-B sinfi g'olib chiqishdi. Tanıyapsizlarmi shu yerda? Молодец. 20'ta. Bormi yana shahri? Kel. Mayda sinflarga. Kelinglar. Satu. Tauka. Qaranglar, menga qaranglar. Qarab taksirib tosh. Tushunarlimi? Nega musobaqa bo'ladi? Bitta, Dani opa. Menga qaranglar, qo'l toshdi. Mana bu tosh. Tushunarlimi? Ko'tarasiz. Menga qaranglar, ey.
ko'tarasan. Kim ko'taradi, tushundingmi? Kim birinchi boshlaydi? Boshla, tez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 6 7 8 10 minut qarasa 10 minutga bo'ladi. Hozir gaplashamiz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 ya 6 28 Yok. Hazır. 3 4 5 6 7 8 9 11 Hiç yaz yoldun mu? Ha? 3